Asqat Muxtor 1920-yil 23-dekabrda Farg'ona shahrida ishchi oilasida tug'ilgan. Asqat Muxtor 11 yoshida ota-onasidan yetim qolib, bolalar uyida tarbiyalanadi. Maktabni tugatgach, O'rta Osiyo universitetining filologiya fakultetida o'qishga kirdi. Universitetni 1942-yilda tugatgan. Asqar Muxtor opa-singillar, Tug'ilish, Davr mening taqdirimda, Chinor va Amur romanlari, bir qator qissa, hikoya va dramalari, kuzatuvlarga asoslangan falsafiy lirikasi, jahon adabiyoti namunalaridan badiiy yuksak tarjimalari bilan 20-asr o'zbek adabiyotida katta hissa qo'shgan so'z san'atkoridir. Dastlabki dostoni Bizning avlodlar Buxoro mehnatkashlarining o'tmish hayoti haqida hikoya qiladi. Adib ijodida o'zbek xalqining ma'naviy kamolotini ko'rsatish masalasi muhim o'rin egallagan. Bu niyatini u o'zbek ishchi sinfi hayotini tasvirlash orqali amalga oshirishga intiladi. Keyinchalik Chinor, opa-singillar va bo'ronlarda bordek halovat asarlarida ham o'z aksini ko'rsatadi. Asqat Muxtor jahonning Sofokl, Tagor, Pushkin, Lermontov, Blok, Mayakovskiy singari buyuk adiblarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qildi va o'zbek kitobxonlarining mehriga sazovor bo'ldi. Asqat Muxtor 1997-yilning 17-aprelida Toshkentda vafot etgan.